Azamat bu yoqqa. Mana oshni aziz o'rtog'ingga olib chiqib ber. Kosasini qaytarib olib kel. Xo'p bo'ladi, oyi. Nima qilyapsan? Sport rejimi yo'qayapman. Yag'ring chiqib ketganini qara. Hayitda ham odam shunaqa kir bo'lib yuradimi ya? Jim o'tirib tur birpas. Aziz. Nima? Xola, oyim osh berib yuboruvdilar. Olib kel. Oyi ko'zim achyapti. Ko'proq telefon o'ynasang shunaqa bo'ladi. Telefon prichom shampunga. Bu hali oshimiz tayyor bo'lmabdi-ku. Aziz, bu yoqqa kel. Mana oshni o'rtog'ing Muhammadnikiga olib chiqib ber, kosasini qaytarib olib chiqgin. Xola, oyim berib yubordilar. Kosasini berib yuborar ekansiz. Men bolam o'rtog'ing javlarnikiga olib chiqqanda kosasini qaytarib olib kelgin. Enajon, qaytib bering. Kel. Mana sen. Rahmat. Ey bola, kim qancha haytlik yig'di? Endi nima qilamiz? Aka, 1 soatdan yoqib yuboring. Aka, yupib yuboring. Azamat, tanka tushirib ber. Tankani ham bilmaydi. Mana panzer yozasan tushadi. Mana. Ha, bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum Jalil aka. Va alaykum assalom. Dadam jo'natuvdi, ana qo'yimni so'yib berar ekansiz. Bor dadangga aytib qo'y, vaqtim yo'q men. O'zi bitta qo'yimiz bor, so'yib bering. Nima? Bitta? Men bitta qo'yiga qo'limni qonga botirmayman. Bor, 5-10 ta bo'lganda kelasan. Xo'p, Jalil aka. Rozi bo'ling aka. Kalla pochchasi bizga, go'sht bo'shi sizga, qo'y po'yi bilan aka. Rozi bo'ling. Bo'pti, hozir boraman, bor dadangga aytib qo'y. Sadir, gelikni zavatib qo'y.